Hurmatli komissiya a'zolari, bugun Navoiy viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasining moliya-iqtisod xo'jalik faoliyat sho'basi bosh mutaxassisi lavozimiga nomzod bilan suhbat o'tkazilmoqda. Suhbat o'tkazish komissiyasining tarkibi: Nizamov Oybek Nisamovich, boshqarma boshlig'i, tanlov komissiyasi raisi; Juzbayev Baxtbergan Xoldiqulov, bosh mutaxassis, tanlov komissiyasi a'zosi; Hakimov Dilmurod O'ktamovich, sho'ba mudiri, tanlov komissiyasi a'zosi; Bo'rieva Shahlo Shukurlayevna, sho'ba mudiri, tanlov komissiyasi a'zosi; Sobirova Sadoqat Ne'matovna, bosh mutaxassis, tanlov komissiyasi kotibi. Suhbat komissiyasi a'zolari suhbatda to'liq ishtirok etyapti. Amaldagi nizomda suhbatni o'tkazish mumkin. Bekinsa Argus tizimidagi davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlarining yagona ochiq portali orqali ushbu lavozimga ariza topshirib, bir nafar nomzod test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan. Hozirgi suhbatga kiritilayotgan nomzod Sharipov Suhrob Turob o'g'li. 2000-yil Navoiy viloyati Xatirch tumanida tug'ilgan. 2024-yil Buxoro muhandislik texnologiya institutining buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Jami ish staji 3 yil. Malaka darajasi belgilangan talablarga javob beradi. Suhbat jarayoni YouTube kanali orqali to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilyapti. Suhbat jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Navoiy viloyat filiali mas'ul xodimi Jo'rayev Sardor Umurzoq o'g'li kuzatuvchi sifatida onlayn ishtirok etmoqda. Hurmatli komissiya a'zolari, suhbat jarayonini boshlashingiz mumkin. Hurmatli nomzod komissiya a'zolariga suhbat o'tkazish jarayoniga e'tirozlar. Marhamat. Hurmatli nomzod, siz bilan ayni vaqtda suhbat jarayonida random tizimi asosida savol bo'ladi. Ya'ni sizga maxsus dastur sizga 5 ta savol beradi. Shu savollarga ketma-ket javob berasiz. Javob berib bo'lganingizdan keyin komissiya tomonidan qo'shimcha savollar beriladi. Tushundingizmi? Tushunarli. Tak, ochamiz. Ekran ko'rinyaptimi sizga oq bo'lib ekran? Nomzod. Ha, ko'ryapman. Demak, savollar ro'yxatini ochaman. Marhamat, aynan siz topshirgan lavozim bo'yicha, ya'ni buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha savollar javob berishingiz mumkin. Marhamat. Nominal qiymat nima? Nominal qiymat bu nominal qiymat nimada? Nima deydi? O'sha biror bir tovar yoki nima mahsulotni va o'sha bahosida narxi nominal qiymat. O'sha kelib chiqib nima qo'yilgan nimasi? Xo'sh. Birinchi savol deyapman. Javob yo'q. Ikki buxgalteriya axboroti nima? Buxgalteriya axboroti asosiy buxgalteriya hisobida hisobotlari bor. O'sha har chorakning yakuni bo'yicha ana shu bo'yicha yuqori turuvchi tashkilot moliya g'azna nimalari topshirib boradigan hisobot. Uchinchi savol. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2022-yil 12-yanvar vujud tashkilotlar mablag'lari bilan ta'minlash tartibi takomillashtirish to'g'risidagi turizm son qarori asosan vujud tashkilotlar xarajatlari moliyalashtirish to'lash tartibini tushuntiring. Turizm 14 bo'yicha tashkilotlar moliyalashtirish tartibini tushuntiring. Turizm 14 bo'yicha to'lanish tartibi, Turizm 14 bo'yicha budjet o'sha tashkilotni smeta xarajatlarida mo'ljalda tutilgan, nazarda tutilgan mablag'lar hisobidan to'lanadi. Qisqacha o'shada smeta xarajatlar, smetada nazarda tutilgan mablag'lar hisobidan to'lanadigan Turizm 14 ana shu manbasi o'sha smeta xarajatlari. 4-chi savol. Agarda xizmat safari berilgan o'nak summasi ortiqcha qolsa nima bo'ladi? Xizmat safari ortiqcha to'langan bo'lsa, o'sha xodim darhol nimadan xizmat safaridan qaytgandan keyin qayta o'sha kassaga ortiqcha summani qaytarib to'lash, boyagi qaytarib topshiradi-da. Ortiqcha summasini. Avans nachot ortiqcha hisoblangan bo'lsa, o'sha qaytadan o'sha tashkilotni hisob raqami qaytarib to'lanadi. 5-chi savol. Buxgalteriya sohasida nega tanlagansiz?
Mana shunday. Buxgalteriya sohasini nega tanlagansiz? Buxgalteriyani o'zingiz Endi tanlaganmiz. nima uchun yoqqanmi? Yoqqan yaxshi kasb. Shuning uchun tanlaymiz. Qiziqasiz. Qiziqamiz. Marhamat Shahlo. Savollar qo'shimcha. Bo'ldimi savollarga javob berib bo'ldingmi? Bo'ldi. Qo'shimcha savol. Men savol berdim bo'laman. Ben turizm 4. qarorda aytdingiz hali. Shu yerda byudjet tashkilotiga qanaqa imtiyoz berildi? O'z faoliyat yo'nalishi bo'yicha Imtiyoz? pullik xizmat ko'rsatish berilganmi? Yo'q, bu 414 bo'yicha bu qo'shimcha ustama deydimi? O'sha qo'shimcha to'lani aytadi. 414 qarorda aytdingiz. Shu qarorda buni pullik xizmat ko'rsatish bo'yicha o'z faoliyat yo'nalishida pullik xizmat ko'rsatib pul tushirish qo'yilgan. Shu sizlar ishlab keldingiz. Shundan pul tushirganmizlar pullik xizmat. Narsa 414 qarorda bor. Yo'q, 414 ta bor. O'sha nima? Qarorda ko'rsatilgan. Endi u o'sha nima qilib tashkilot hisob raqamiga 414 qarorda moliyalashtirish tartibi bor. Manbalar ko'rsatilganda. manbalar o'sha smeta xarajatlar tashkilot byudjetdan tashqari maxsus hisob raqami. Maxsus hisob raqami ko'p chiqdi mablag'. Marhamat. Savollar beradi. Mana shu turizm 4-qarorda byudjetdan tashqari mablag'larda tushirilgan summalarda necha foizgacha nimaga ish haqiga ishlatsangiz? 25% moddiy texnik baza tashkilotni o'zini qayta rivojlantirish, moddiy texnik bazasini rivojlantirish uchun o'sha tashkilotning ehtiyoji uchun. Siz nima deb savol berdingiz? Yo'q, to'xtang, necha foiz ishlatsam yo ish haqiga deysizmi? Tushgan shundan necha foizga ishlatsangiz? Ish haqigami, ya'ni O'sha rag'bat nima? ish haqiga demayapti-ku. Rag'bat nimalarga? Rag'batga, rag'bat. Yo, moddiy texnika demadingiz? Yo'q, moddiy texnik bazani rivojlantirish qayta o'zi tashkilot ehtiyoji bo'lgan nimalarga qolgani. Qarang, 25%gacha o'sha nimaga ketadi? O'sha rag'bat nimaga? Qolgani moddiy texnik baza. Shunday deb aytdim. To'g'ri savol javob berdim. Men ham bilaman buxgalterni. Endi to'g'ri. Hayotda savol beraman. Men beraman savol. Nima savol? Qarasam, hozir mana bizani veterinariya va chorva rivojlantirish boshqarmasida shunga o'tyapsan. Qani bizning vazifamiz nima o'zi bilasan? Buxgalteriya, bitta mayli buxgalteriya, lekin bizani sohani veterinariya va chorva rivojlantirish boshqarmasini vazifasini bir qisqacha aytib bersangiz, nima qilasiz? O'zimni tushuncham endi. Mana shu tushuncha. O'sha xalqqa arzonlashtirilgan mahsulot yetkazish, sifatli mahsulot yetkazish asosiy nima? Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, to'g'ri. Yana nima qilish? Yana Keyin nima qilamiz biz? Keyin uchastkalar nima shu? uchastkalar o'sha kasallik chiqishini o'sha oldini olish, emlashlarni yo'lga qo'yish. Termin tushunmaydi. Kasallik O'z vaqtida belgilangan tartibda biz tadbirlarni bajarish. Ya'ni u biz vaqtida tadbirlarni bajarish uchun buxgalteriya o'sha mahsulotlarni emlamalarni o'z vaqtida bizga olib berish. Kerakmi? Shu uchun masalan agar sizlar olib bersanglar o'sha bilan hamma vaqtida biz beramiz, tumanlar uchastkalarni joylarga hamma emlamalarni o'tkazadi. Shu vazifa. Rahmat. Boshqa savollar bormi? Savollar tugadimi? Yo, tugadi savollar. Agar savollar tugagan bo'lsa, yakunlasak, hurmatli nomzod, berilgan savollarga komissiya a'zolari e'tirozlaringiz yo'qmi? Yo'q, e'tiroz yo'q. E'tiroz yo'qmi komissiya a'zolariga? Komissiya a'zolariga e'tiroz bo'lmasa, hurmatli nomzod, suhbat natijasi komissiyasining har bir a'zosi tomonidan berilgan tavsiyalar orqali aniqlanadi va sizga belgilangan tartibda ma'lum qilinadi. Kelishdingmi? Rahmat, sog' bo'ling. Yani shu bilan bugungi suhbatimiz yakunlandi, opa. Boshqa nomzodlar yo'qmi? Qoldirgan bir kishi o'tgan. Bir kishi. Rahmat hammaga, o'ybaga charchamanglar, salomat bo'linglar. Rahmat, Sardor. Gaplashamiz, maslahatlashamiz. Rahmat.